Demek, hammaga salom. Navbatdagi Nijniy Gariniya, ya'ni pastdan yanuvchi kotyolimizni to'liq batafsil tushuntirib beramiz. Bu kotyollarimiz xohlasangiz 3lik lisdan bo'ladi, xohlasangiz 4lik lisdan bo'ladi. Ya'ni bu degani xomashiyasi. İçi, tashqarisi, xohlasangiz tashqarisini 3lik, ichini 4lik qilib beramiz. Bu degani garantiyalari uzayadi degani. Hozir shu aynan kotyolimiz 3lik lisdan ishlangan, 1 yil garantiya beramiz. Zapravka joyiga 35-40 kg atrofida ko'mir sig'adi. Ko'mirni ustidan solib boraverasiz. Bu kotyolimizning pastdan yanuvchi bo'lgani uchun bu joyida mana cho'qni kulga aylangan vaqtida kullarni tushirish asbobi bor mana, ana shunday narsa. Tagida chugunkalasnik bo'ladi, oxirigacha yonadi ko'mirlar. Orqalarida 4 ta xot bo'ladi bu kotyollarimizning. Bu kotyolimiz Nijniy Gariniya ham gibrid bo'ldi bu. Gibrid degani ham ventilator ulitkada ishlaydi, ham termoregulyatorda ishlaydi. Kotyollarimizning ochiq sistema, yopiq sistema bariga bemalol bo'ladi. Aynan shu kotyolimiz utopniyadan bo'lmagan. Utopniya qilib bersangiz, utopniya qilib beramiz, pul qo'shiladi. Shunday kotyol, xohlasangiz balanddan yanuvchi kotyol, kimga shunday kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish korxonamiz. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like'larni bosib qo'ying. Yaqin do'stlaringiz kotyollarga qiziqib bo'lgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymasdan sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.